Topgan mol dunyoyingiz bilan, mansabingiz bilan katta ketayotganingizda, sizdan sal pastroq bo'lgan insonlarni mensimasdan yerga urayotganingizda hech xayolingizga kelmaganmi? Bu narsalarni tashiyman, ketaman. Mehmonman bu dunyoga. Boradigan joyim o'zi 2 metrlik chuqurlikdagi qabr bo'lsa, nimamga katta ketaman? Bu mensimayotgan insonim ham shu holatda ketsa, hech nimasiz. Men boy badavlat bo'lib turib, mansabdor bo'lib turib, ketadigan joyim xuddi o'sha kambag'al inson bilan bir xil bo'lsa, nimamga katta ketaman? Sal o'zimni bosib olaydi, meni miyangiz urmaydimi? Va devor yurilmaydimi boshingiz? Nimangizga katta ketyapsiz? Tashab ketadigan narsalaringiz bilan katta ketmang. Hammani bir xil ko'ring. Zo'r bo'lsangiz ham, mansabdor bo'lsangiz ham, boy bo'lsangiz ham ketishimiz bir xil bo'ladi-yu, katta ketmang.